W140 hozirgi kunda bilasiz, tindiqlarni topish juda ham muammo narsa. 107 mil yurgani kelib qoldi. Eng qiziq joy bu, bilasizmi? Salonini ko'rib maza qilardim-da. To'xtang, oynasini ham bitta ko'rsatib ketaylik. Mana qalinligini qarang. Mana shu salonni o'zini 10 ming dollarga zaminga so'rashganida bermayotgan ekanlar. Rostdan bunaqa salonlar defitsit. Mana qarang, shu darajada yumshoq. Bilasiz, S-klass bu 320, ya'ni 3.2 motorligi. Maza qilardim-da buni holatiga bor-ku. Hoppa. Ko'ryaptimi? Gap yo'q. Bu ana Podoldanmi qanaqadir joydan olib chiqilgan mashina deyaptilar. 19900 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. To'g'ri, endi buni arzonchilari ham bor, lekin bunaqa holatlilarini topish juda ham qiyin. Hech qanaqa udar yo'q deyaptilar, faqat mana shu kapotni burchagida nimadir bo'lganda kapotga sepilgan deyaptilar. Holatini bitta ko'rasiz, aniq aytaman yoqadi.